Salom hammaga, sizlar bilan Manu PUBG. Bugungi videomizda sizlar bilan 4 versiyada keladigan Premium Keys qurolini ko'rib o'tamiz. 3 ta taxmin bor, uchalasidan birov keladi. Agar Premium Keys quroli almashadigan bo'lsa, videoning ikkinchi qismi albatta chiqadi. Unday bo'lsa, qani ketdik. Mana bu obunachimiz o'tgan videomizda 2K populyarnostni yutib olgan. Agar siz ham 2K populyarnost yutib olishni istasangiz, kommentga ID va biron bir so'zni yozib ketishni unutmang. Bunday bo'lsa, qani biz boshladik. Birinchi bo'lib ustaxona laboratoriyaga kirib oladigan bo'lsak, birinchi qurolimiz arq qurollaridan bo'ladi. Hamma bildi, 4 versiyada dinozavr sezon qaytadiganga qaytarishadi degan gaplar 100% tasdiqlandi. O'shanga sahro qazilmasi degan akim sezonga va keyingi sezon keladigan Misrli sezonga mos tushadi. Shuning uchun bu qaytish ehtimoli bor, lekin tasdiqlanmagan. Bu akim qaytsa ham bo'lar, o'rtacha, yomon emas, zo'r emas. Birinchi qaytsa men ochardim. 4 levelgacha ko'tarardim-da. Menga ko'zimga mana bu kod buzardan yaxshiroq ko'rinyapti. O'sha sahro qazilmasi akimi. Ikkinchi qurol snayperskiy. Snayperskiylar qatorida. Past. Mana. Kukulkan tahri Karyak. Karyak ham qaytish ehtimoli bor, chunki anchadan beri qaytmagan. O'zi bir marta kesda qo'shilgan, undan keyin qaytmagan. Buni Premium Keysga qaytarish uchun eng katta variantlardan biri. Kelchati. To'g'risini aytsam, bu Karyak menga yoqmadi. Kim qanday qaraydi? Bu Karyakni qo'shsa baribir men olmayman. Sizlar nima deysizlar? Keyingi qurol bundan normal, lekin u ham snayperskiy. Uni qaytadi deyishimga sabab, anchadan beri bu qaytmagan Premium Keysga. Bu qurol kamalak rang ajdar. Bu avion ham qaytish ehtimoli katta. Shu 3 ta quroldan bittasi qaytadi, lekin katta ehtimol bilan Karyak yoki Avim deb o'ylayapman. Chunki bundan 3 yil oldin dinozavrli sezon qaytganida ham Avim strelkani qaytarishgandi-da. Endi taxminim bo'yicha mana bu Avim qaytadi. Karyak. Avim, Karyak va sahro qazilmasi akimi. Va mana bu akim qaytarishadi. Agar 100% tasdiqlansa sizlarga xabar beraman. Videoning ikkinchi qismi albatta chiqadi. Buning uchun videoni saqlab qo'ying, like bosing, yoki yo'qotib qo'ymaslik uchun nimadir qiling, xullas kalam o'zingizga ma'qulroq. Unday bo'lsa, men taktika yozinglar. Video qachon chiqadi bilmayman, lekin ertaga men ochaman. Inshaalloh juma kun men bu keyslarni ochib yuboraman. Premium Keys. Adashdim. Lednik keysdim. Kimning taktikasida men lednik keysdan tushirib olsam, o'shanga 5K populyarnost tashlab beraman. Lednik taktika bilan IDni yozib berish hech qachon esdan chiqmasin. Videoni shu yergacha ko'rgan barcha obunachilarimga rahmat. Mening bu darajagacha yetib kelishimga albatta sizlar sababchi bo'ldilaringiz. Unday bo'lsa, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.